bugun mana Casio City X 3000 da yangi klavishlar keldi. Bemalol kimga shunaqa klavishlar bo'lsa jo'natib qo'yamiz. Men bir narsaga hayronman. Michael Jackson dunyo tan olgan insonni repertuarida populyarni hamma eshitgan desa ham bo'ladi. Hol mana chalamiz. Abduvohid chalib berasiz. O'sha populyarni qo'shig'i Michael Jackson ijro qilgan. O'sha soundlaridan STX da foydalanamiz, mana eshitamiz. Michael Jackson ham даже shunaqa stildan foydalangan ekan. Qo'yamiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana Michael Jacksonning qo'shig'ini ijro qilindi. Soundlarigacha ishlangan repertuar Iqbol aka to'g'rimi? Iqbol akam bugun xaridorimiz Roland Yayetni muxlislariga ham Roland Yayetni qilib beramiz. Mana shunaqa kimga qanaqa instrumentlar kerak bo'lsa jo'natib qo'yamiz, hurmatli obunachilarimiz. Abduvohid sizga ham rahmat. Abduvohidni ham olib qo'ying. Michael Jacksonning muxlisi Abduvohid. Muxlisi. Casio City X 3000. Har xilidan bor. Buni har xil joylari bor. Uni olib qo'ydi mana. Mana bering. Mana sekin Casio'ni xohlagan modellarini qilib beramiz. Hurmatli obunachilarimiz, mana. City X 3000 ham bor. City Casio City X 5000 ham kelgan mana. Bu yerda mana L K S 250 lar bor. City X 800 bor mana, City X 700 lar kelgan, S 300 lar kelgan, City mana Casio turli modellar bor. Bu yerda mana Rolandlarning gapirmasanglar bor, Ensoniclar bor, mana Corpa 700, Pa 700, Oriental Pa 1000, Pa 600, Pa 1000 Ensoniclar Roland Yayetlar. Kimga shunaqa instrumentlar kerak bo'lsa, jo'natib qo'yamiz, hurmatli obunachilarimiz mana. Bugun mana ijod jarayoni ukalarimiz mana kelishgan. Iqbol akamiz Roland olyaptilar. Iqbol aka, muxlislar bilan so'rashib qo'ymishmi akajon? Yaxshimisizlar? Shu yerdamiz. Abduvohid. Abduvohidda mana ijodkorning ishi mana. Xohlasa. Abduvohidni ko'rmaganlar qancha mana. Muxlislar ko'rishadi. Mana ukajonim shu yerda. Assalomu alaykum hammaga. Omon bo'linglar, rahmat, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling ustoz. Omon bo'linglar, rahmat.